xabaringiz bor, 11-may kuni Real va Barselona o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tadi. Futbolning ashaddiy fanatlaridan taxminiy shotni so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum, uka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Futbolga qiziqasizmi? Ha, qiziqaman. Qaysi komandaga fanatlik qilasiz? Real 11-may kuni taxminiy shotingizni aytingchi, qaysi komanda yutadi? 3-2 ga Real yutadi. Bo'ldi, 5 topib qo'ying. Men ham Realchiman, xudo xolasa 3-2 ga Real yutadi. Realchidan ovoz beramiz. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Futbolga qiziqasizlarmi? Ha. 11-may kuni xabarlar bor, Legilasga bor. Taxminiy shotlarni aytib beringlar. Taxminchot 3-0 ga Real yutadi. Sizchi? 3-1 ga Barselona. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Futbolga qiziqasizmi? Qiziqaman. 11-may kuni Legilasga bor, xabaringiz bo'lsa, taxminiy shotingizni aytib boring. 2-1. Kim? Nima deydi? What? Qaysi komanda yutadi deb o'ylaysiz? Taxminiy shotingizni aytingchi. Barcha 5-0 ga Real yutadi. Futbolga qiziqasizmi? Futbolga. Bo'lgan. Ayolga onda qiziqadi, endi narsa qiziqadi. 11-may kuni Real va Barselona o'rtasida uchrashuv Ya, bo'ladi. ularni o'ylayman. Menimcha Real Madrid 2-1 ga yutishi kerak. Real yutsa kerak. Yani bilmadim. Men qiziqmayman. Bilmadim. Uzoqman o'zi. Mayli, rahmat aka. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Futbolga qiziqasizlarmi aka? 11-may kuni kim yutadi deb o'ylaysiz? 11-may kuni bo'lsa Real Madridga baletlik qilamiz. Necha yutadi? Xudo xolasa 3-2 ga yutishi kerak deb o'ylayapman. Mayli aka. Rahmat, sog' bo'ling.